qaysidir kasallikdan tuzalolmasdan ko'p joylarga borib, pullaringizga kuyib aldanib qoldingizmi? Pastdagi смотрите еще degan tugmachani bossangiz, bizga bemorlar kelganda o'sha kasalliklarni keltirib chiqargan sababini bartaraf qilganimizda bemorlar bitta dori-darmonsiz har xil kasalliklardan osongina sog'ayib ketayotganlarini YouTube kanalimizga o'tib o'zingiz ko'rasiz. Diqqat bilan eshitingda, insonning qalbida qandaydir dard bo'layotgan bo'lsa, shunday bemorlar uyqusizlik kasalligiga, behollikka mubtalo bo'lishadi. Agar bemor asabiylashayotgan inson bo'lsa, unda yurak qon tomir sistemasidagi qandaydir kasallik yoki bo'lmasa, uni asab tizimida qandaydir kasallik yuzaga keladi. Agar bemorda surunkali qo'rquv bo'lsa, nimadandir qo'rqib yashasa, uni oshqozon ichak tizimida qaysidir bir kasallik yuzaga keladi. Agar bemorning xarakterida noqislik bo'layotgan bo'lsa, qandaydir bu juda ham yomon, uni har xil joylarda har xil kasalliklar yuzaga keladi-da. Biz o'shalarni ular bilan birgalikda bartaraf qilyapmiz. Ular bitta dori-darmonsiz sog'ayib ketishmoqda. Siz ham o'sha kasallikdan osongina sog'ayib ketishni xohlasangiz, mana bu telefon raqamga qo'ng'iroq qilingda, navbatdagi dori-darmonsiz sog'ayish deb nomlangan kursimizga qatnashib, o'sha kasalligingizni sababini qanday birgalikda bartaraf qilamiz, amalda ko'ring, sog'ayganingizni bir umrga ko'rib, mazza qilib yashab ketasiz.